Odamlar ermak uchun she'r yozishmaydi. Biz inson zotiga taalluqli bo'lganimiz uchun shunday qilamiz. Inson zoti esa ehtiroslarga beriluvchan bo'ladi. Tibbiyot bilan shug'ullanish, muhandislik qilish oliyjanoblik. Ular hayotni saqlab turish uchun zarur. Lekin she'riyat, go'zallik, romantika, muhabbat mana nima uchun yashash kerak. Biz bundan qutulamiz. O mening hayotim. Cheksiz savollar va iymondan mahrum ma'yus odamlar, sanoqsiz telbalar bilan haddan ziyod to'lib toshgan shaharlar. Mehrni bularning orasidan qanday topay, o mening hayotim? Ya'ni nefrat seni borligingda asl hayot mavjud. Buyuk tomosha davom et. Va sen o'z satringni yozib qo'yishing mumkin.